Sakkizinchi variant, birinchi savol, to'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlang. To'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlash talab etilyapti. Birinchi savolimizda javobni o'qiydigan bo'lsak, ma'muriy jazo huquqbuzarlik sodir etilgan kundan boshlab. Davom etayotgan huquqbuzarliklar uchun esa huquqbuzarlik aniqlangan kundan boshlab 2 yildan kechiktirmay qo'llanilishi lozim degan ma'lumot berilgan. Xo'p, e'tibor qaratadigan bo'lsak, javob xato. Xatoligini sababi ma'muriy jazo huquqbuzarlik sodir etilgan kundan boshlab 1 yildan kechiktirmay qo'llanilishi lozim. 1 yildan kechiktirmay qo'llanilishi lozim. Agarda ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan kundan 1 yildan kechiktirib qo'llaydigan bo'lsa, bu noqonuniy bo'lib qoladi. Xullas, ma'muriy jazolanmaydi keyin. B javobga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jinoyat ishini qo'zg'atish rad etilgan yoki jinoyat ishi tugatilgan bo'lsa-yu, lekin huquqbuzarning harakatlarida ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari mavjud bo'lsa, ma'muriy jazo chorasi jinoyat ishi qo'zg'atishlarini rad etish yoki jinoyat ishini tugatish to'g'risida. Agar shu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan muddatlar o'tmagan bo'lsa, qaror qabul qilingan kundan e'tiboran 1 oydan kechiktirmay qo'llanilishi lozim. Bu to'g'ri ma'lumot. Xo'p, bunda nima demoqchi? B variantga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xo'p, shaxs huquqbuzarlik sodir etgan, u huquqbuzarlik ma'muriy huquqbuzarlik bo'lishi ham mumkin, jinoiy huquqbuzarlik ham bo'lishi mumkin. Avval bu huquqbuzarlikni jinoyat kodeksi bilan malakалashgan bo'lsa, jinoyat sodir etishgan deb ayblashayotgan yoki gumon qilishayotgan bo'lsa-yu, lekin jinoyat ishlari bo'yicha sudda ko'rilib, jinoiy ish ko'rilgan taqdirda, lekin bu qilmish jinoyat sudi tomonidan jinoyat emas deb topilsa, lekin o'sha qilmishda ma'muriy huquqbuzarliklarda alomati bo'lsa, misol uchun bir-biriga o'xshash moddalar bor. Ma'muriy huquqbuzarlikda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksda yoki jinoyat kodeksida shunday normalar bor. Misol uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda davlat ramzlari to'g'risidagi qonunchilikni buzish qilmishi to'g'risida ma'muriy huquqbuzarlik sifatida belgilangan. Jinoyat kodeksida bo'lsa, misol tariqasida aynan shunga yaqin davlat ramzlariga nisbatan hurmatsizlik qilish jinoiy huquqbuzarlik sifatida, jinoyat sifatida belgilangan. Xo'p, bu ishni ko'rishganda, avvalo jinoyat bilan ko'rishganda nimada ayblashadi? Nimada ayblashadi? Davlat ramzlariga nisbatan hurmatsizlik qilish bilan malakalashadi. Shunday malakalandi, jinoyat sifatida ko'ryapti. Va sud shunday qaror chiqaradiki, bu ish jinoyat emas. Bu ish jinoyat emas, jinoyat darajasiga yetib bormaydi, ya'ni ijtimoiy xavfliligi past, jinoyat emas ekanda shaxsni oqlaydi. Jinoyat sodir etmagan deb topadi. Lekin davlat ramzlari to'g'risidagi qonunchilik baribir ham buzilgan. Demak, ma'muriy huquqbuzarlik sodir bo'lgan. Ana shu jinoyat emas deb topilgan paytdan e'tiboran 1 yildan kechikmasligi kerak. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgandan keyin 1 yildan kechikmasligini ko'rdik. Javobda 1 oydan kechiktirmasliklari kerak bo'lar ekan. Ya'ni bu jinoyat, bu qilmish jinoyat emas, lekin ma'muriy huquqbuzarlik deb topilgandan keyin ma'muriy jazo albatta 1 oydan kechiktirmasdan qo'llanilishi lozim. B javob to'g'ri javob bo'ladi. C javobning xatoligi qayerda edi? Basharda ma'muriy jazoga tortilgan shaxs jazoni o'tash muddati tugagan kundan boshlab 1 oy mobaynida yangi ma'muriy huquqbuzarlik sodir etmagan bo'lsa, mazkur shaxs ma'muriy jazoga tortilmagan deb hisoblanadi. Xo'p, bu ma'muriy huquqbuzarliklarga oid bo'lgan ma'lumot. Misol uchun nima bo'lishi mumkin? Shaxs ma'muriy huquqbuzarlik sodir etdi, deylik, tasavvur qiling, bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravari miqdorda jarimaga tortildi. Agar 1 yil ichida xuddi shunday huquqbuzarlikni yana sodir etadigan bo'lsa, endi ma'muriy jazoni miqdori oshadi. Demak, 1 baravar emas, endi 2 baravar to'laydi. Ikkinchi marta shunday jazo qo'llanilganda 2 baravar qilib qo'llanadi. Misol uchun, kamar taqmasdan avtomobilda harakatlanish. Haydovchi kamar taqmagan. Bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorda jarima bilan jazolanadi. 1 yil ichida yana shu jinoyat qayta sodir etadigan bo'lsa, endi 2 baravar jarima qo'llaniladi. Misol tariqasida aytildi, bu o'xshashlik tasodifiy, aynan jarimalar, jazolarning miqdori ham shunday tasodifiy bo'ldi. Misol tariqasida sizga tushuntirdik. Xo'p, e'tibor qarating, agarda deylik kamar taqmasdan harakatlangan, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan va jazolangan, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorda jarima jazosi qo'llangan. 1 yil o'tib yana shunday harakat sodir etilgan bo'lsa, yana 1 baravar miqdorda jarima qo'llaniladi. Xo'p, agarda 1 yil ichida yana shu qayta sodir etganda jarimaning miqdori oshgan bo'lardi. Xullas, ma'muriy huquqbuzarlik ma'muriy jazoga tortilmagan deb hisoblanadi.
Xo'p, bu 1 oy muddat emas ekan, balki 1 yillik muddat bo'lardi. Xo'p, D javobga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ma'muriy jazoni qo'llanish ushbu ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni bajarmaganligi uchun ma'muriy jazo qo'llanilgan vazifani bajarishdan ozod etadi. Xo'p, bu yerda nima demoqchi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 39-moddasida xuddi shu norma berilgan. So'zma-so'z o'qib eshittiraman. Ma'muriy jazoni qo'llanish ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni bajarmaganligi uchun ma'muriy jazo qo'llanilgan vazifani bajarishdan ozod etadi. Aslida ozod etmaydi. Bu bilan nima demoqchimiz? Deylik, tasavvur qiling. Xo'p, tasavvur qiling, birovni mulkiga zarar yetkazganmiz. Tasavvur, birovni mashinasini, oynasini sindirganmiz. Birovni mashinasini, oynasini sindirganligimiz uchun, uni mulkiga zarar yetkazganligimiz uchun bizda ikkita majburiyat yuzaga keladi. Birinchi majburiyat albatta davlat tomonidan belgilangan jarimani to'lash. Ya'ni biz tartibni buzganmiz. Deylik, bu mayda bezorilik bilan jazolanar balki yoki birovni mulkiga qasddan nobud qilish bilan jazolanar. Xo'p, qanday malakalanishdan qat'iy nazar davlat qo'llagan jazoni boshdan kechiramiz. Xo'p, ikkinchi majburiyatimiz shunda bo'ladiki, boyagi shaxsni mulkiga zarar yetkazgandik-ku, biz uni mashinasini, oynasini sindirgandik. Endi uni mashinasini, oynasini tuzatib ham berishimiz kerak. Agarda biz ma'muriy jazoni o'tasak, u davlatga jarimani to'lasak, ana buni oynasini tuzatib berish majburiyatidan bizni ozod qilmaydi. Bu yerda esa vazifani bajarishdan ozod etadi deb yozilgan. Ozod etmaydi. Yoki yana bir aniq o'xshatishlardan biri, bilamizki, agarda aliment to'lanmaydigan bo'lsa, qonun tomonidan belgilangan aliment to'lanmaydigan bo'lsa ham ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan deb topiladi. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan deb topilgandan keyin, deylik, aliment to'lamagan shaxs ma'muriy jazoga tortiladi va tasavvur qiling, 15 sutka qamoqgacha borishi mumkin. 15 sutka ma'muriy qamoq qo'llanildi. 15 sutka ma'muriy qamoqni o'tab chiqdi. Bu degani endi to'lanmay qolgan aliment bor-ku. 3 oy davomida alimentni to'lamay qo'ygan. Endi 3 oylik alimentni to'lamaydimi? Ma'muriy qamoqqa o'tirib chiqdi-ku. Albatta to'laydi. Ya'niki ma'muriy jazoni o'taganligi uni majburiyatni bajarishdan ozod etmaydi baribir. Aynan shu to'g'risida aytilgan, D javob ozod etadi deb yozilganligi uchun noto'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Xullas, birinchi savolimizda to'g'ri javob B javob bo'ladi. Tushunarlimi shogird? Xo'p, aynan e'tibor qaratamiz, shaxs ukasi jinoiy qilmishni sodir etganligini bildi, lekin huquqni muhofaza qiluvchi organga bu haqda xabar bermadi. A ismli shaxsning bu qilmish sababli unga majburlov chorasi qo'llanadi. Ya'niki jinoyat haqida xabar bermaganligi uchun u jazolanyapti. E'tibor qaratishimiz kerak. Bu yerda chuqurlashib ketmaymiz. Bu shaxsiy huquq buzilgan. Nimagaki e'tibor qaratadigan bo'lsak, Konstitutsiyamizning 7-bobida, shaxsiy huquq va erkinliklar bobida aynan bu to'g'risida shunga yaqin ma'lumot keltirilgan. Xo'p, biz yaqin qarindoshimizni jinoyati to'g'risida xabar berishga majbur emasmiz. Deylik, shunday jinoyatlar bor, deylik, terrorizmga tayyorgarlik ko'rilyapti, lekin biz u to'g'risida xabar bermaydigan bo'lsak, biz jazolanishimiz mumkin. Terrorizmga tayyorgarlik ko'rinayotganini biz bilyapmiz, lekin xabar bermayapmiz. Xabar bermaslik ham hatto jinoyat bo'lishi mumkin. Bu harakatsizlik qilmish deb topiladi shunda. Harakatsizlik qilib jinoyat sodir etgan bo'lishimiz mumkin. Lekin shunda agarda o'zimizning yaqin qarindoshimiz to'g'risida shunday xabar bermaydigan bo'lsak, bu bizda jinoyat sodir etgan deb hisoblamaymiz. Lekin bu yerda aytayaptiki, o'zining qarindoshi haqida xabar bermaganligi uchun davlat unga nisbatan ma'muriy majburlov chora qo'llaganligi aytayapti. Demak, bu yerda shaxsiy huquq buzilgan. C javobni belgilar ekanmiz. Nuqtalar o'rniga mos keluvchi javoblarni aniqlaymiz. Demak, davlat bayrog'i qaysi kunlarda, saylov va referendum kunlarida soat nechida ko'tariladi deb aytilibdi. E'tibor qarating. Bu yerda soatning ahamiyati yo'q. 6da ko'tariladi, 8da ko'tariladi deb aytmaymiz. Bilamizki, bu saylov kunlari yoki referendum o'tkazish kunlari davrida ko'tarib qo'yiladi. Davlat bayrog'i B javob to'g'ri javob bo'lar ekan 3-savolimizga. 4-savol, BMTning Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari. Xo'p, BMT Xavfsizlik kengashida 15 ta a'zo bo'ladi, undan 5 tasi doimiy, 10 tasi esa muvaqqat a'zolar. Ya'ni vaqtinchalik a'zolar. Vaqtinchalik a'zolar necha yilga saylanardi? Geografik taqsimotga ko'ra 2 yilga saylanadi. Xo'p, aynan bizda 10 tasi haqida so'ralmadi. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari so'raldi. Bunda doimiy a'zolar AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya hamda Fransiya hisoblanadi. To'g'ri javob A javob bo'lar ekan. Xo'p, 5-savol, agar hokimiyat atrofida adolat hukm surmasa, inqirozga 100 deya Abu Bakr Xorazmiy aytib o'tgan D javobni belgilaymiz.
Xo'p, Venn diagrammasida davlat bayrog'i va davlat gerbi va uni birlashtiruvchi ma'lumotlari haqida so'ralgan, e'tibor qaratamiz. Xo'p, davlat bayrog'i motam munosabati bilan foydalanishning alohida tartibi mavjud. Haqiqatdan davlat bayrog'idan foydalanishni, ko'tarishni motam munosabati bilan foydalanishning alohida tartibi bor. Gerbda esa bunaqa narsa yo'q. Bilamizki, flagstokning 1/3 qismi bo'lakcha tushirib qo'yiladi yoki qora lenta bog'lanadi. Bu albatta davlat bayrog'iga tegishli. Motam munosabati bilan davlat gerbini qandaydir shaklda tasvirlashni nimasi yo'q. Tartibi belgilanmagan, unaqa tartib aslida yo'q. Xo'p, endi e'tibor qaratamiz, aniq o'lchamlarga ega. Bu albatta davlat bayrog'i bo'ladi. Xo'p, gerbning aniq o'lchamlari mavjud emas. Misol uchun Humoqqushning qanotlari 2 metr yoki O'zbekiston yozuvini o'lchami buncha santimetr degan ma'lumotlar berilmagan. Shuning uchun birinchi ma'lumotga A va C ni joylashtiramiz. Davlat gerbi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana identifikatsiyalovchi ID kartalariga, fuqarolarning pasportlariga, ID kartalari, diplomatik pasportlariga albatta davlat gerbining tasviri tushiriladi. Xo'p, endi pul belgilarida doimiy ravishda aks ettiriladigan ham bu davlat gerbi hisoblanar ekan. Shuning uchun D va E ma'lumotlarini ikkinchi ma'lumotga joylashtiramiz. B va F nodavlat notijorat tashkilotlarining rekvizitlari, hujjatlar rekvizitlari va reklama materiallari aynan o'xshash bo'lishi mumkin emas. Bayroqqa ham, gerbga ham o'xshat bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi tasvirdan tegishlilikni belgilash maqsadida predmetlarda o'quv tarbiya jarayonida foydalanish mumkin. Albatta ikkalasidan ham O'zbekiston Respublikasiga tegishlilikni bildirish maqsadida o'quv jarayonida predmetlarda umuman foydalanish mumkin bo'lar ekan. Bu ikkalasida ham birlashtiruvchi ma'lumotlar edi. To'g'ri javob demak bizda B javob bo'lar ekan. Xo'p, 7-savolga e'tibor qaratamiz. Xo'p, har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Bu qismda normani o'zi to'liq qism ajratib ko'rsatilgan. Bu qismga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu faqat buni qo'llashda hech qanday shartlar yo'q. Shart yo'qki va sanksiya yo'qligini ham ko'rib turibmiz. Shart ham yo'q. Shart yo'qki, demak bu yerda gipoteza yo'q. Va albatta to'g'ri javob shunda bizda dispozitsiya bo'lar ekan. 8-savolga e'tibor qaratamiz. To'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlang. Fuqarolik qonun hujjatlari orqaga qaytish kuchiga ega. Yo'q, fuqarolik qonun hujjatlari orqaga qaytish kuchiga ega bo'lmaydi. Faqat ma'muriy huquqbuzarlikni belgilovchi hujjatlar va jinoyat bilan bog'liq bo'lgan hujjatlar agarda jazoni yengillashtirsa yoki jazoni bekor qilsa, xullas har qanday holatda ham shaxsning ahvolini yaxshilaydigan bo'lsa, ma'muriy huquqbuzarlikda va jinoyatga oid bo'lgan qonunchilik hujjatlari orqaga qaytish kuchiga ega bo'ladi. Fuqarolik qonunchilik hujjatlari esa hech qachon orqaga qaytmaydi. Javob xato ma'lumot. Bga e'tibor qaratamiz. Fuqarolik huquqlarini cheklaydigan va javobgarlik belgilaydigan normalarning o'xshashlik bo'yicha qo'llanishiga yo'l qo'yiladi. Xo'p, e'tibor qarating. Huquqlarni cheklaydigan va javobgarlik belgilaydigan normalarning o'xshashlik bo'yicha qo'llanilishiga yo'l qo'yilmaydi. O'zi normalar o'xshashlik bo'yicha qo'llanilishi mumkin. Misol uchun e'tibor qaratamiz. Repetitor va abituriyent o'rtasidagi munosabatlar fuqarolik qonunchiligi bilan, fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinmagan. Deylik, repetitor dars berish kerak, dars berganligi uchun abituriyent unga pul to'lash kerak, oylik to'lov to'lash kerak yoki yillik to'lov to'lash kerak. Yillik to'lov to'lagandan keyin o'quvchiga albatta o'qituvchi dars o'tish kerak degan majburiyatlar yoki repetitor va abituriyent o'rtasidagi shartnoma va bitimlar fuqarolik kodeksida yo'q. Fuqarolik qonunchiligida umuman belgilanmagan. Demak, belgilanmaganki, agarda shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, o'quvchi pul to'lasa, repetitor dars o'tmasa yoki repetitor dars o'tsa, o'quvchi pul to'lamaydigan bo'lsa, lekin mana shu yerda o'sha huquqni buzganlar albatta javobgarlikka tortiladi. Albatta javobgarlikka tortiladi. Ya'niki, bu yerda kimdir da'vogar, kimdir albatta javobgar bo'ladi. Bunaqa norma belgilanmagan, lekin kim bu yerda da'vogar yoki javobgar bo'lyapti? Qayerdan bilamiz? Misol uchun bu endi o'sha pudrat shartnomasi yoki oldi sotish shartnomasi o'xshashlik bo'yicha albatta qo'llaniladi. Boshqa bitimlarda o'xshashlik sifatida bu yerda qo'llashlari mumkin bo'lar ekan. Bejavob xato ma'lumot. Tadbirkorlik faoliyatining biron bir sohasida vujudga kelgan va keng qo'llanilgan qonunchilikda nazarda tutilmagan xulq-atvor qoidasi, biron bir hujjatda yozilganiga yoki yozilmaganidan qat'iy nazar ish muomalasi odati hisoblanadi. Demak, bu deylik sal atama sifatida berilgan savol, ish muomalasi odatlari aynan shular hisoblanar ekan. Xo'p, C javob to'g'ri javob sifatida belgilanadi. D javobga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fuqarolik qonunchiligida tegishli normalar bo'lmagan taqdirda, mahalliy odat va an'analar qo'llanishiga yo'l qo'yilmaydi debdi. Lekin mahalliy odat va an'analar bu yerda albatta qo'llaniladi. Fuqarolik kodeksi bilan, fuqarolik qonunchiligi bilan tartibga solinmagan holatlarga nisbatan. 9-savolga e'tibor qaratamiz. Ommaviy axborot vositalari bobiga oid bo'lgan ma'lumotlarni aniqlashimiz kerak. Birinchi ma'lumotni olamiz. Haqiqatan ana shu bobda, ya'ni bu nechinchi bob edi? 17, 16, 15-bobda olingan. Demak, ommaviy axborot vositalari birinchi norma haqiqatan ommaviy axborot vositalari bobida.
Ikkinchi norma esa mana axborot bilan chalg'itishga harakat qilganmiz bu yerda, lekin bu shaxsiy huquq va erkinliklardan olingan norma hisoblanadi. Ikkinchi ma'lumotni olmaymiz. Har kim qulay atrof muhit, uning holati to'g'risida ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega. Bu ham huquqlarga kiradi. Ya'ni 9-bobda yozilgan iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar bobida joylashgan edi. Axborot degan so'zga chalib ketmasligimiz kerak. Hop, shu yerda demak bu ham olinmas ekan. 4-norma esa albatta ommaviy axborot vositalari bobidan olingan. 1-4 to'g'ri javob bo'lar ekan 9-savolimizga. 10-savol, iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar turkumiga kiradigan jinoyatlarni aniqlashimiz kerak. Iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar. Xo'p, ana endi bunda O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish, qalbaki pul, aksiz marka yoki qimmatli qog'ozlar yasash va ularni o'tkazish va soxta to'lovga qobiliyatsizlik jinoyatlarini biz iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar sifatida olar ekanmiz. Xo'p, boshqa jinoyatlar esa aynan iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar hisoblanmaydi. Garchi iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar hisoblansa-da bular, xo'p, bularda ayrimlari o'zganing mol-mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq bo'lmagan jinoyatlar hisoblanadi. Ayrimlari esa boshqa turdagi boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar hisoblanadi. Bular olinmaydi va bunaqa savollarni, bu ko'rinishdagi savollarni yechish uchun albatta Jinoyat kodeksi maxsus qismini, boblari va o'sha boblarga oid bo'lgan moddalarga va jinoyatlarga e'tibor qaratib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Xullas, to'g'ri javob bu savolimizga 1, 3, 5, ya'ni C javob to'g'ri javob bo'lardi 10-savolga. 11-savol, nuqtalar o'rniga mos keluvchi javobni aniqlaymiz. Agarda ota-onalik huquqidan mahrum qilish sud tartibida amalga oshiriladi. Ota-onalik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi ishlar kimlarning ishtirokida ko'rib chiqiladi? Albatta bu prokuror hamda vasiylik va homiylik organining ishtirokida ko'rib chiqiladi. To'g'ri javob A javob bo'lar ekan 11-savolimizga. 12-savolga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston Respublikasining qaysi qonunchiligining vazifalari jinoyatni tez va to'la ochish, jinoyat sodir etgan har bir shaxsga adolatli jazo berish hamda ayb bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi, hukm qilinmasligi uchun aybdorlarni fosh etishdan va qonunni to'g'ri tatbiq etishni ta'minlashdan iborat deb oladigan bo'lsak, bu albatta Jinoyat protsessual kodeksida yozilgan edi. Bu jinoyat protsessual qonunchiligi, mana jinoyatlarni tez va to'la ochish. Xo'p, D javob bo'lar ekan 12-savolga to'g'ri javob. Bir so'z sening fikringni o'zgartirishi mumkin, bir tuyg'u sening hayotingni o'zgartirishi mumkin deya Konfutsiy aytib o'tgan ekan. A javob bo'lar ekan 13-savolga. 14-savol, xo'p, yakuniy xulosani aniqlaymiz. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 1-2 moddalaridan olingan savol. E'tibor qarating 1-savolga. Viloyat hokimi, Toshkent shahar hokimi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti va tegishli xalq deputatlar kengashi oldida hisobdordirlar. Xo'p, haqiqatdan bular hisobdor hisoblanishadi. Nima uchun? Chunki bularni lavozimiga kelishida prezident hamda xalq deputatlari, tegishli xalq deputatlari kengashi ishtirok etadi. Xo'p, birinchi ma'lumotni to'g'ri ma'lumot sifatida belgilaymiz. Ikkinchi ma'lumotda esa viloyat va Toshkent shahar hokimi prezident tomonidan tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi. Bu to'ppa-to'g'ri ma'lumot. Ikkinchi ma'lumotni ham to'g'ri ma'lumot sifatida belgilaymiz. Uchinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tegishli xalq deputatlari kengashi deputatlar umumiy sonining kamida 3 qismidan iborat ko'pchilik ovozini olgan viloyat va Toshkent shahar hokimi nomzodi tasdiqlangan hisoblanadi. Bu yerda xato, ko'pchilik ovozini olishi yetarli. 3 qismi keragi yo'q. Ko'pchilik ovozini olgan bo'lsa, demak bu ma'qullangan hisoblanar ekan. Uchinchi ma'lumot noto'g'ri. 4-ma'lumot, viloyat hokimi vazirlar mahkamasi bilan kelishilgan holda shahar hokimini tuman hokimiga bo'ysundirish vakolatiga ega. Shahar hokimini tuman hokimiga bo'ysundirish vakolatiga ega. Viloyat hokimi vazirlar mahkamasi bilan kelishadi va shahar hokimini tuman hokimiga bo'ysundiradi. Bu to'g'ri ma'lumot. 5-ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, viloyat, tuman, shahar hokimi tegishli xalq deputatlari kengashi deputat etib saylanishi mumkin emas deb aytamiz. Haqiqatdan mumkin emas. Hokim deputat etib saylanmaydi. To'g'ri javob D javob bo'lar ekan. Xo'p, 15-savol. 14 yoshdan 18 yoshga bo'lgan voyaga yetmaganlar qaysi jinoyatlarning subyekti bo'lishi mumkin emas degan savol berdik. Xo'p, qaysi jinoyatlarning subyekti bo'la olmaydi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar? Xo'p, harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashdan bo'yin tovlash bilamiz. Bu 18 yoshdan boshlanadi. Chunki 18 yoshdan harbiy yoki muqobil xizmatni o'tashlari majburiyati vujudga keladi. 14 yoki 18 yoshgacha bo'lganlar bular umuman bu jinoyat bo'yicha javobgarlikka tortilmaydilar. Hamda keyingisi ma'muriy nazorat qoidalarini buzish jinoyati bunga sirasiga kirmaydi. To'g'ri javob C javob bo'lar ekan. Xo'p,
Ombudsman faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni aniqlaymiz. Demak, ombudsman birinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ombudsman parlament nazoratini amalga oshiradi. To'ppa-to'g'ri, chunki bu Oliy Majlis huzurida tashkil etilgan subyekt hisoblanadi. Shuning uchun parlament nazoratini amalga oshiradi. Buni saylanishida Qonunchilik palatasi va deputatlar ovoz berishi kerak bo'lar ekan. Qonunchilik palatasi deputatlari va senat tomonidan ovoz beriladi. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, albatta ombudsman to'g'risida beriladigan savollar ko'pincha milliy markaz bilan adashtiriladi, almashtiriladi, aralashtiriladi. Shuning uchun mana xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar deb oldikmi, bu milliy markazni xos bo'lgan ma'lumot hisoblanadi. Shuning uchun olmaymiz. Xo'p, ana endi ombudsman o'z vakolatlari muddati mobaynida daxlsizlik huquqidan foydalanadi. Xo'p, haqiqatan palatalarning roziliksiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. 3-ma'lumot to'g'ri bo'lar ekan, to'g'ri javob B javob 1 bilan 3 bo'ladi. 4 xatoligi qayerda edi? Ombudsman normativ huquqiy hujjatlarni takomillashtirish, inson huquqlari sohasidagi mana xalqaro shartnomalar degan so'z ketdi yana bu yerda. Bu ham milliy markazning vakolati hisoblanar ekan. B javob to'g'ri javob bo'ldi. 17-savolga e'tibor qaratamiz. Unitar davlatlar qaysi davlatlar? Ispaniya bilan Chili unitar davlatlar hisoblanadi. Meksika bilan Braziliya esa federativ davlatlarda. Shuning uchun B, C, A, D javobini olishimiz kerak. Ya'ni C javob to'g'ri javob sifatida belgilanar ekan. 18-savol. Xo'p, siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunda to'g'ri ma'lumotni aniqlaymiz. To'g'ri ma'lumot A javob. Fuqaro bir paytning o'zida faqat bitta siyosiy partiyaga a'zo bo'lishi mumkin. Xo'p, B ning xatoligi qayerda? Partiyaga mansubligiga ko'ra fuqarolarga imtiyoz yoki ustunliklar berilmaydi. Xo'p, C javobning xatoligi. Milliy va diniy ruhdagi partiyalar tuzish mumkin emas. Siyosiy partiyalarga a'zolik yakka va ommaviy tartibda qayd etiladi. Bu xato. Siyosiy partiyaga a'zolik hech qachon ommaviy tartibda qayd etilmaydi. Faqat yakka tartibda a'zo bo'lish mumkin. Xo'p, to'g'ri javob A javob bo'lar ekan. 19-savol. To'g'ri berilgan ma'lumotlarni aniqlaymiz. 18 yoshgacha bo'lgan xodimlarga yillik mehnat ta'tilidan chaqirib olishga yo'l qo'yilmaydi. Bu ma'lumot to'g'ri ma'lumot. Ta'tildan chaqirib olishga yo'l qo'yilmaydi 18 yoshga bo'lgan xodimlarga. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. 18 yoshgacha bo'lgan xodimlarga davomiyli kamida 56 kalendar kun bo'lgan yillik mehnat ta'tili beriladi va ushbu ta'tilni yilning o'zlari uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtdan foydalanishlari mumkin. Bu yerda xato ma'lumot. Qancha kunida? 50 emas, 56 emas, balki 30 kalendar kun bo'lgan yillik mehnat ta'tili berilishi kerak. Xo'p, 3-sida 18 yoshgacha bo'lgan xodimlar xizmat safariga yuborish, ish vaqtidan tashqari ishlarga, tungi ishlarga jalb qilish taqiqlanadi. Haqiqatan bunday ishlarga jalb qilinmaydi. 18 yoshgacha bo'lgan xodimlar to'g'ri javob 1 bilan 3 bo'lar ekan. D javobni belgilaymiz. 4-si professional ta'lim olgandan keyin ishga kirayotgan 18 yoshga bo'lgan xodimlar uchun pasaytirilgan ishlab chiqarish normalari belgilanishi mumkin emas deyilibdi, lekin aslida bu narsa mumkin bo'ladi. Xo'p, to'g'ri javob D javob bo'ldi. 20-savolda, xo'p, davlatning ta'riflarini o'qiymiz. Mamlakat tarkibiy qismlar, ma'muriy hududiy tuzilmalarga bo'lingan. Lekin barcha ma'muriy hududiy tuzilmalar uchun umumiy bo'lgan soliq va kredit siyosati joriy etilgan. Bu davlatda oliy vakillik organi tomonidan saylanadigan rahbar mavjud. Xo'p, e'tibor qarating, parlament tomonidan saylanyapti rahbari. Parlamentda bo'lgan saylovlarda muqobil deputatlarni saylash imkoniyati mavjud, lekin davlat iqtisodiy ijtimoiy munosabatlarni o'z boshqaruv ta'siriga olishga intiladi. Xo'p, bu davlat bo'yicha qarashlarimiz qanday qarashlar paydo bo'ldi? Bu davlat unitar davlat ekan. Chunki ma'muriy hududiy tuzilmalarga bo'lingan, lekin barcha ma'muriy hududiy tuzilmalar uchun bir xil soliq va bir xil kredit siyosati joriy etilganligi. Unitar davlat. Yagona soliq, yagona kredit, yagona byudjet. Endi ikkinchi ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu davlat tuzilishiga ko'ra unitar davlat ekan. Boshqaruv tartibiga ko'ra esa bu davlat parlamentar respublika ekan. Chunki rahbari parlament tomonidan saylanyapti. Parlamentar respublika ekan. Endi huquqqa bo'lgan munosabatiga ko'ra bu davlat oraliq davlat hisoblanar ekan. Chunki muqobil deputatlarni saylash imkoniyati bor. Bu huquqiy davlatning belgisi. Lekin davlat iqtisodiy ijtimoiy munosabatlarni o'z boshqaruviga olishga intilishi etatik davlatning belgisi. Ya'ni belgilar aralashma, demak bu oraliq turdagi tipdagi davlat hisoblanar ekan. Xo'p, to'g'ri ma'lumotni aniqlashimiz kerak. Mana A javobda belgilab qo'yilgan davlat huquqqa bo'lgan munosabatiga ko'ra oraliq davlat. Bu davlat noan'anaviy monarxiya emas. Bu davlat siyosiy tartibotga ko'ra fashistlik davlat emas. Fashistlik davlat belgisini ko'rganimiz yo'q va bu davlat federativ davlat ham emas. Unitar davlat ekanligini isbotlab qo'ydik. To'g'ri javob A javob bo'ladi. 21-savol. Bosh vazir bilan bog'liq noto'g'ri ma'lumot ko'rsatilgan javobni aniqlaymiz. Demak, bosh vazir bilan bog'liq noto'g'ri ma'lumot D javobda joylashgan edi. Bosh vazir o'z vakolatiga kiruvchi masalalar yuzasidan farmon, farmoyish va qarorlar chiqaradi. Yo'q, faqat bosh vazir faqat va faqat farmoyish chiqarishi mumkin.
farmon faqat davlat rahbari tomonidan chiqariladi. Bosh vazir qaror ham chiqarmaydi. To'g'ri javob D javob bo'ldi. 22-savolga e'tibor qaratamiz. Davlat daromadlarini mulkka bo'lgan munosabatiga ko'ra qanday daromadlarga bo'lamiz? Davlat daromadlarini mulkka bo'lgan munosabatiga ko'ra qanday daromadlarga va qaysi turlarga bo'lamiz? Markazlashtirilgan daromadlar hamda markazlashtirilmagan daromadlar soliq to'lovlari va soliqsiz tushumlarga bo'lar ekanmiz to'plash usuliga ko'ra. To'g'ri javob A javob bo'ldi. Mana yerda C javob belgilab ketilgan. Xato javob bu C. To'g'ri javob A javob bo'ladi bu yerda. Xo'p, noto'g'ri berilgan ma'lumotni aniqlaymiz. Xo'p, voyaga yetgunga qadar qonuniy asosida nikohdan o'tgan fuqaro nikohda o'tgan vaqtdan e'tiboran to'la hajmda muomala layoqatiga ega bo'ladi. Xo'p, bu to'g'ri ma'lumot. Noto'g'ri ma'lumotni aniqlashimiz kerak. B javobda nikoh tuzish natijasida ega bo'lingan muomala layoqati 18 yoshga to'lmasdan turib nikoh bekor qilingan taqdirda ham to'la saqlanib qoladi. Xo'p, haqiqatan muomala layoqatini olgan, lekin 18 yoshga yetmasdan turib nikohdan ajrashdi, lekin baribir muomala layoqati saqlanib qolaveradi. Nikoh haqqi emas deb topilganda sud voyaga yetgan nikoh haqqi emas deb topilganda voyaga yetgan xotinni to'la muomala layoqati yo'qotganlik haqida qaror qabul qilishi mumkin. C javob xato bu yerda. To'g'ri, nikoh haqqi emas deb topilganda voyaga yetmagan xotin olingan muomala layoqatini bekor qilishi mumkin, yo'qotishi mumkin. Lekin bu yerda xotin o'zi nima bo'ldi? Voyaga yetib bo'ldi. Voyaga yetgan shaxs bo'lsa, buni muomala layoqatini yo'qotgan deb topib bo'lmaydi. C javob noto'g'ri ma'lumot hisoblanadi, chunki mana qaror qabul qilishi mumkin. Allaqachon bular voyaga yetib bo'lgan. Bunday qaror qabul qilib bo'lmaydi. To'g'ri, noto'g'ri ma'lumot C ma'lumot hisoblanar ekan. Xo'p, yakuniy xulosani aniqlaymiz. Ya'ni Konstitutsiyaning 129-moddasi. Xo'p, saylov bilan bog'liq bo'lgan holatlarda. Xo'p, referendum o'tkazish munosabatlarida Markaziy saylov komissiyasi ishtirok etmaydi deyapti. Bu xato ma'lumot. Markaziy saylov komissiyasi albatta saylovga qanday ishtirok etayotgan bo'lsa, referendumda ham xuddi shu tarzda ishtirok etadi. Birinchi ma'lumot xato ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot, Markaziy saylov komissiyasi saylov komissiyalari tizimiga boshchilik qiladi. Haqiqatan to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Ikkinchi ma'lumot, uchinchi ma'lumotda Markaziy saylov komissiyasining raisi prezident taqdimiga ko'ra Qonunchilik palatasi Senat tomonidan 5 yil muddatga saylanadi. Xo'p, Markaziy saylov komissiyasining raisi prezident taqdimiga binoan palatalar tomonidan 5 yil muddatga saylanadi deb aytilyapti. Xo'p, bu noto'g'ri ma'lumot. Markaziy saylov komissiyasini tuzish o'zi birgalikdagi vakolat hisoblanadi. Lekin uni raisini saylab olish ularni Markaziy saylov komissiyasi a'zolarini nimasiga bor, vakolati hisoblanadi u. O'zlarining orasidan rais saylab olishadi Markaziy saylov komissiyasi. Shuning uchun 3-ma'lumotni xato ma'lumot sifatida belgilaymiz. 4-ma'lumotda Markaziy saylov komissiyasining a'zolari, xo'p, haqiqatan to'g'ri. Ayni Senat va Qonunchilik palatasi tomonidan saylanadi. 4-ma'lumotda to'g'ri ma'lumot sifatida belgilaymiz. Xo'p, 5-ma'lumotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, surunkasi 2 muddatdan ortiq Markaziy saylov komissiyasi raisi etib saylanishi mumkin emas. Bu ham haqiqatan to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. To'g'ri javob bizda shunda qaysi javob bo'ldi? B javob to'g'ri javob bo'ldi. 25-savol. Xo'p, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi o'z faoliyatida qaysi davlat idorasiga hisobdor bo'ladi? Albatta, vazirlik bo'lganidan so'ng Vazirlar Mahkamasining oldida hisobdor bo'lar ekan. Xo'p, 26-savol. To'g'ri berilgan ma'lumotni aniqlaymiz. Qonun bo'yicha vorislikda farzandlikka olingan shaxs va uning avlodlari bir tarafdan, farzandlikka oluvchi shaxs va uning qarindoshlari ikkinchi tarafdan esa tug'ishgan qarindoshlariga tenglashtiriladilar. Haqiqatan farzandlikka olinganlar meros olishda boshqa qarindoshlarga, farzandlarga tenglashtirilishadi. Birinchi ma'lumot to'g'ri ma'lumot sifatida belgilanar ekan. Ikkinchisi, farzandlikka olinganlar va ularning avlodlari farzandlikka olingan shaxsning ota-onasi hamda bobo-buvilar, aka-ukalar, opa-singillari vafot etgandan keyin qonun bo'yicha meros oladilar deb aytibdi. Yo'q, bular faqat farzandlikka olganlarning merosini olishi mumkin. Farzandlikka olganlarni otasini, onasini yoki boshqa qarindoshlarini merosini ola olmaydi.
Xo'p, demak, men bir bolani asrab oladigan bo'lsam, o'sha bola faqat meni merosimni ola oladi. Meni otamni merosini ola olmaydi. Bu yerda esa bunday meros oladilar deb aytilgan. Bu xato ma'lumot hisoblanadi. Uchinchi ma'lumot esa farzandlikka olingan shaxsning ota-onasi hamda bova-buvilari, aka-ukalari, opa-singillari farzandlikka olingan shaxs va uning avlodlari vafot etgandan keyin qonun bo'yicha meros oladilar deb aytibdi. Bu xato ma'lumot hisoblanadi. Uni nima deydi? Uje buni boshqa oila farzandlikka olib bo'lganda, uni avvalgi oilasi buni merosini ola olmaydi. Chunki endi bu yangi oilaga o'tgan. 4-ma'lumot to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Qonun bo'yicha varislarning har biri navbatda avvalgi navbatdagi merosxo'rlar bo'lmagan bo'lsa, merosdan ular voz kechsa, ular navbatma-navbat meros bo'lib o'tishi kerak. 4-ma'lumot to'g'ri javob hisoblanar ekan. Xo'p, demak 27-savolda quyidagi qaysi holatlarda chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqarolik bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan fuqarolikka qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi amalga oshiriladi? Faqat va vatandoshga amalga oshiriladi soddalashtirilgan tartib, aynan qo'shimcha shartlari ham kerak. Xo'p, ana endi vatandoshga nisbatan amalga oshirilganda ular nasl nasab shajarasi bo'yicha o'zidan loaqal bitta oldingi qarindoshlariga ega bo'lishlari kerak O'zbekiston Respublikasida. Xo'p, keyingisi albatta ular davlat tilini qonunchilikda belgilangan tartibda muloqot qilish uchun zarur darajada bilgan bo'lishlari kerak. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Xo'p, ana endi keyingi tartibga e'tibor qaratamiz. Garovga qo'yilgan mulk garovga qo'yish tomonidan garovga oluvchiga o'tkazilganda garov zakalat deb hisoblanadi. To'g'ri ma'lumot bu. Garovga qo'yilgan mulk garovga qo'yish tomonidan garovga oluvchiga o'tkazilgan taqdirda bu zakalat deb hisoblanadi. Xo'p, ko'chmas mulkni garovga qo'yish ipoteka hisoblanadi deb aytilibdi. Bu ham to'g'ri ma'lumot hisoblanar ekan. Xo'p, garovning ikki xil turi, zakalat va ipoteka to'g'risida aytildi. Bu javob hisoblanar ekan. Xo'p, nima degani? Zakalat degani nima degani? Misol uchun, men qarz olyapman, qarzim evaziga garovga mashinamni qo'yapman. Qarzim evaziga garovga mashinani qo'ydim va mashinani qarang, unga topshirdim men. Qachon men qarzimni qaytarib bo'laman, keyin mashinamni qaytarib beradi. Bu zakalat. Ko'chmas mulkni esa men unga topshirib qo'ymayman. Ya'ni uyimni garovga qo'yib qarz olayotgan bo'lsam, bunda e'tibor qaratamiz. Uy baribir meni o'zimda qolaveradi. Agarda men qarzini to'la olmay qoladigan bo'lsam, u uyni olib qo'yishi mumkin, lekin shungacha uy baribir o'zimda qolaveradi. Bu ipoteka bo'ldi. To'g'ri javob A javob bo'lar ekan. Xo'p, 29-savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, nikohni haqqi emas deb topish asoslariga e'tibor qaratamiz. Xo'p, oila qurish, ya'ni soxta nikoh birinchi ma'lumotda shu to'g'risida olingan. Oila qurishni maqsadini ko'zlamasdan nikoh qayd ettirgan bo'lishsa, keyingisi kasalligi bo'lsa, OIV kasalligi bo'lsa-yu, ikkinchisini yashirgan bo'lsa, ikkinchisi shuni bilib qolsa-yu va sudga shikoyat bilan murojaat qilsa. 1 bilan 3-ma'lumotlar to'g'ri javob hisoblanar ekan. Xo'p, atamalarga e'tibor qaratamiz. Bajarilishi majburiy bo'lgan bir kishi tomonidan chiqariladigan huquqiy hujjat bu buyruq hisoblanadi. Jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish va mensimaslik bu bezorilik hisoblanadi. Fuqaroning vafot etgan taqdirda o'zidan keyin o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkni tasarruf etish xususidagi xohish irodasi bu albatta vasiyat hisoblanadi. Shunda to'g'ri javob D javob sifatida belgilanadi.